Biz aytib turgan narxlar hozir hammalar eshitib olinglar. Akkumulyator bilan aytib turgan narxlar bo'lyapti. Hozir bu narxlarni aytganimizdan keyin zavodimizga odamlar tala kelishi mumkin. Arridagi talashlari mumkin. Voy, assalomu alaykum. Mana aziz, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlar bilan haqiqiy obzorda mujichasi bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Eng oxirgi zavod, oxirgi optim narxlarda, aksiya, skidka narxlarida sizlarga mahsulotlarni taqdim qilamiz. Porsche modelimizga alohida bitta laykni bosib qo'yasizlar, biz esa boshladik. Sizlar uchun zavoddan juda ham katta chegirma e'lon qilindi akalar. Bunaqa chegirma yilda, oyda bir bo'lmasa qaytib bo'lmaydi. Hammalarni ulgurib olishlarni so'rab qolgan bo'lardim. Chunki hozir bu narxlarda aytganimizdan keyin zavodimizga odamlar tala kelishi mumkin. Arridagi talashlari mumkin. Haqiqatan ham shunaqangi arzon narxlar bo'lyapti. Biz aytib turgan narxlar hozir hammalar eshitib olinglar. Akkumulyator bilan aytib turgan narxlar bo'lyapti. Bir xilgan buni bez akkumulyatorni narx aytyapsan, nimchalik arzon aytyapsan, sinig'i bormi, braki bormi deb o'ylashlari mumkin. Hammasi butun zavoddan chiqqan mahsulotlarni sizlarga taqdim qilyapmiz. Yangi mahsulotlar, akkumulyatorlar ham yangi bo'ladi. Xo'p, vaqt cho'zmaymiz, narx-navolardan boshlaymiz. Modelimiz nomi H8 akalar. Birinchi chegirmaga tushgan modelimiz shu bo'ladi. Hozirgi sezonga juda ham bob, usti ochiq, oldiga bitta hoji dodam o'tirishadi, orqaga ikkita nevaralar o'tirishadi. Katta, o'tirgani ham keng, bodoni original varianti. Original deganimda mahsulotni o'zi original. Har bitta zapchasi sifatli zapchalar ishlatilgan. Mahsulot haqiqatan ham bomba, olib haydashli model. Rangi molochnigi seriya kombinatsiya qilingan, fioletli ranglar ishlatilgan. Xo'p, 300 ga 8 balonda alyumin diskalarni ko'rsating. Alyumin diskali modelimiz, orqalaridan ham katta uzun stoplar o'tgan, haqiqatan ham zo'r model. Akkumulyatorga 6 oy garantiya beramiz. Har bitta mahsulotimizda 6 oy garantiyasi bor. H8 skuterimiz 3 balonli modelimiz to'liq zaryadkada 60-70 km bemalol yurib beradi. Hozirgi sezon bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $600 akkumulyator bilan kelib xarid qilishinglar uchun eng optim narxda, zavod narxida. Ikkinchi modelimizga kelamiz. $600 kelib turib H8 modeli deysa, liboy rangini chiqarib beramiz. Liboy shtukka. Optimga yana gaplashamiz, xudo xolasa, optimchilar bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Donovoyga ham chiqinglar, xudo xolasa kelishtirib, optim oxirgi narxda qilib beramiz. Ayollarga haqiqatan ham original narsa, arzoni, byudjetidan xolaganlar uchun mana hojonomlarga rasa bobidan, rangi ham ayollarga bob, originalligi juda ham sifati baland. M8 modelimiz, bu modelimizni kelib bemalol xarid qilishlari uchun $550 dan qilib beramiz. Akkumulyatori bilan to'liq zaryadkada 50-60 km yuradi, ko'rishinglar mumkin. Bunaqangi model hali chiqmagan, faqatgina bog'doda bor, yangi mahsulotlar akalar. Qovurg'alarni ham ko'ringlar. Model haqiqatan ham zo'r, bitta modellar obzorini qonli qilib beradigan bo'lsak, vaqtimizni olib qo'yadi. $550 dan kelib turib, optim narxida mana shu narxda xarid qilishlar mumkin. Donaga ham. Xo'p, bunga bu modelimizning ismi nima? Sion modelimiz 60 ga 20 lik bo'lar ekan akalar, to'liq zaryadkada 60 km yurib beradi. Ko'rishinglar mumkin, orqalarida savatlari bor. Bemalol 2 kishi ketadi. Orqada, oldida 1 kishi ketadi. O'zini bagajlari ham bu bagaj ham bo'ladi aka. Bagaj ham bo'ladi bu narsamiz. 60 ga 20 lik 3 ta skor zadniy xod, qanaqa funksiyasi borki, hammasi qo'yilgan original bodo mahsuloti. Original bodo deyapman akalar. Sion modelimizni bemalol kelib turib xarid qilishlari uchun $650 dan qilib baholaganmiz. Kelib bemalol olishlari mumkin. M9 modelimizga keldik akalar, bu ham yangi akkumulyatorlar, bugundan chiqqan akkumulyatorlar bosiladi. Yil oylarini ko'rib bemalol tekshirib olaverasizlar. Skuterimiz yangi. Bizda haydalgan rabochiy narsalar hech qachon sotilmaydi, faqat yangi mahsulot sotamiz. Xo'p, M9 60 ga 20 lik akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, to'liq zaryadkada bemalol 50-55 km yurib beradi. Narxiga kelgan bo'lsa, $550 dan kelib turib bemalol xarid qilishlar mumkin. $550 dan pol kabinali 3 balonli modelimiz. Hali hech qayerda bo'lmagan bunaqa narxlarda beramiz akalar. Bemalol narx-navoni solishtirib ko'ringlar. Bodoga bunaqangi chegirma berilmagan, bunaqangi chegirma berishga ham uncha-munchasini aqli yetmaydi akalar. Keldi akalar, M9 modelimizga keldi.
300 ga 10 Sayvon original pakrishga alyumin diskali. Original Bodo mahsuloti, kojalari ham nappa kojadan ishlangan. Original mahsulot akalar. Kojalari bunaqangi kombinatsiya bo'lgan ranglar akalar bunaqa narxga berilmaydi hech qayerda. Faqatgina Bododa bo'ladi. Narxlar o'tkazib olmaslik uchun, bunaqangi yangiliklardan bexabar qolmaslik uchun menga podpiska bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, yangi video qo'yganimizga soобщение bo'lib keladi sizga. Bunaqangi narxlar hech qayerda yo'q. Zavod, magazin olib sotar hammasini aylanib ko'ringlar. Bunaqangini faqat Bodo beradi aka. $550 bunimiz ham narxi original Bodo zavod. $550 akkumulyatori bilan. Akkumulyatorda o'zi bo'ladigan bo'lsa $150-200 bo'ladi, yarim puli bo'ladi akkumulyatorda o'zi. Lekin bu skuterning puliga 3 ballonli pol kabinali mahsulot olyapsizlar. Skuterning puliga olib bemalol haydashinglar uchun akalar. Keling yana. Bu modelimiz qaysi? Xo'p, bu ham H8 $600 dan baholanadi. H8 akalar, original mahsulot, avarinkalari yonadi. Polni bemalol 3 kishi ketadi, orqalari bagaj bo'ladi aka. Bunaqangi narx yo'q. Yaxshi amortizatorlar qo'yilgan. Olda ham, orqada ham amortizatori bor. Mahsulot zo'r, original. Xo'p, bunimizcha aka. H9 ham narxini aytdik. $650 dan orqada bagaj savatlari bor. $650 dan akkumulyator bilan olishlar mumkin. Bemalol qanaqa funksiya borki, bunda ham bor. Oldira nevaralarga o'tirish uchun ko'rsating ukam buni. Nevaralar o'tirish uchun mana kichkina sedanamiz ham qo'shilgan. Hozir o'zi buni ko'rgansizlar, skuterlarda obzorlarni ko'rasizlar akalar. Original narsa bilan prosta narsa farqiga boringlar. Nimagaki, haqiqatan original zavod deyapmiz. Akkumulyatorga 6 oy garantiya beryapmiz. Hech qaysi zavod 6 oy garantiya bera olmaydi. Hech qaysi zavod. Boringlar, Liboy brendga boringlar. Mahsulotining garantiyasi bormi? Garantiya yozib berasanmi? Yo'q deydi. Chunki olib berga borgandan keyin o'zi ham ishonmasligi mumkin. Men birorta brendni yomonlamoqchi emasman, lekin garantiya faqat Bododa bor, Jimpenda bor deb bilaman. Boshqa brendlarni haligacha ko'rmadim garantiya bergan. Yo berganmi? Bera olmaydi ham akalar. Xo'p, Bardoviy modelimizchi. H8 ranglarini ko'ryapsizlar akalar. Ranglari va shtuklari va xudo xolasi hammaga yetkazib beramiz. Bunaqa narxlardan foydalanib qolish kerak. Bir oydan keyin bu narsalar sotilib ketgandan keyin narxlar yana o'z-o'zidan tepaga ko'tariladi. Chunki sezonga kiryapmiz. Bu narsalarda arzon berib olishdan maqsad yukni bo'shatish va yangi mahsulotlarni olib kelish. Original bugun chiqqan akkumulyator mana shu oyda mayga kirgan bo'lsa, may oyining akkumulyatorni beramiz akalar. O'tgan yilgi 23, 24, 25 akkumulyator bermaymiz. 2026 may oyini yoki aprelda oxirgi oyining akkumulyator, oxirgi kunning akkumulyatorlarini beramiz. Akkumulyatorlarimiz doimo yangilanib turadi bizda. H8 bu modelimiz ham. H8larimizni $600 dan baholadi akkumulyatori bilan. Bu modelchi aka. H9. Bular ham shundan, a? H8 akalar $650 dan kelib xarid qilaverasizlar. H8larimizni. Keling ukam. Polni H8 bo'lyapti. H8, H9, ya'ni mana shu H8, H9. Video davomida ham yozib ketamiz, to'g'rimi, mobilograf? Video davomida ham birinchi skuterning nomi, keyin narxini ko'rib eslab olishingiz mumkin. Chunki mana ko'rishingiz mumkin, shtuklarimiz ko'p. Kelib turib shu narsa xarid qilmoqchi bo'lganlar, olib turib, o'zi foyda qo'yib sotmoqchi bo'lganlarga ham ishlaveramiz. Donovoylarga ham ishlaveramiz akalar. Hop, stakanchigimizni ko'rsatib o'taylik. Bu modelimiz qaysi edi aka? Yozganmizmi? Narx qancha buni? $550 dan bu modellarimizni ham xarid qilishingiz mumkin. Qaranglar, o'tirgani ham joylari katta, orqasida ham joy katta. Yaqinroq keling, modelni ko'rsating qora rangini. Juda ham derski qilib ishlangan. $550 dan akalar qayerda bor undan narx? Faqat Bododa bor. Shtuklarimiz kam ko'rib turganlar akalar. Xudo xolasa shu narx qo'yyapmiz. Akalar, men qolmay qolsa mendan xafa bo'lish yo'q. Qilib beramiz, xudo xolasa yetgancha qilib beramiz. Call center nomerlarimiz, pastga yozib qo'yamiz. Описаниеda ham turadi, chiqib ketmasin. Aloqaga chiqinglar, chiqarib dastavka ham qilib beramiz. Qayerdan bo'lmasin. Ukam chiqarib yubor deysiz, borgandan keyin pulni sanab beraverasiz. Stakanchi modellarimiz Jimpin original brend stakanchi modeli. Qolgan bo'lsa 1 dona, 2 dona qolgan. Juda ham yaxshi sotuv bo'lgan va hozirgi kunda mana nech pul narxi aka? 750 akkumulyator bilan 6 ta akkumulyator qo'yiladi. 72 voltli 6 ta akkumulyatorli $750 dan stakanchilarimiz ikkita bor. Mashinachamizni ko'ringlar, Bodoni mana mini kari,
hamma ko'rgan, hamma so'ragan minikarimiz. Narxi $2050. $2050da Bodo minikar chalang, mana mashinachani chiqarib beraveramiz. $2050dan bunaqa narx bo'lmagan. Ketdik. Omborimizga kirdik akalar. Xush kelibsizlar. Bu yerda yana modellarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Turist modellarini qaranglar akalar. Turistlar bunaqangi ob'yomda qayerda ko'rgansizlar? Bunaqangi arzon narxda aniq bilaman hech qayerda ko'rmagansizlar. Modellarimiz narxi. PD2 modelimiz. PD2 modelimiz 72 ga 32. Katta ulkan akkumulyator bilan jihozlangan, 90 km yurib beradi. Xudo xolasa katta 32 dan 6 ta qo'yilgan. 72 vattni bilgan biladi. $1000 akalar. $1000 kelib xarid qilishingiz mumkin. Pol kabinali, oldi orqalari Jitkis kalotka torimiz, 3 karrali lupa, yonida yana diodlari bor. Yoqqaningizda juda go'zal yoqib beradi, yonib beradi. Ya akkumulyator ulanmagan ekan. Ulangani yoqib ko'rsatib berardi. Ponli PD2 modellarimiz aka bu yog'igacha mana. Olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Ponli PD modellarimiz. $1000 akalar. $1000 kelib turib bemalol xarid qilaverasizlar. Optimga ham, donaga ham gaplashib ishlaveramiz xudo xolasa. Nomerlarni pastga yozganmiz. Yangi ko'rib turganlaringda Bodoni original yangi mahsuloti shu oy chiqdi. Tablolarni ko'ringlar uzunligini. To'liq obzorga vaqtimiz yetmasa ham mana qisqa qilib ketaveramiz. Uzun tablo, zadni, oldi orqa tormozlarimiz jitki qilingan, oldi tormozlarimiz kalotka qilingan. Orqada 3 kishi ketadi bemalol. Tomlaringiz yopiq. Buni yonida kilonkasi bormi? Kilonkalar polni zavodskiy tent bilan yopib ham beramiz. Diskalarni ko'ringlar, chiroyli diskalar ishlangan. $1000 deyib, $1000 qilib beramiz. Xo'p, Jimpengga keldik akalar mana. Jimpeng original mahsulotlari. Bu Rexha modelini bilganlar bildi, bilmaganlar xudo xolasa olmoqchi bo'lyapti. Modellarimizni ham skidga qo'yib yuboramiz akalar. Modellarimizni zavod narxidan kelib turib xarid qilishinglar uchun 1190 qilib beramiz. $1190 dan Jimpeng Rexhalarni xarid qilishinglar mumkin. Eshikli modelimiz tugadi akalar. Skidga qo'ydik, tugayapti. Xudo xolasa ulgurib qolinglar. Modellarni o'tkazib olmasdan birma-bir yaxshilab ko'ringlar. Qimmat model yo'q. Boydan borib solishtirishinglar mumkin. Tarqatuvchi bizdan olib turib foyda qo'yib sotishadi akalar. Mana shu modellarni. Xo'p, ranglarini ham ko'ring. Молочный sveti bor. Havo rang, голубой sveti bor. Bu ham juda chiroyli chiqdi. Молочный bor, keyin mana bu chiqqan seriy rangi bor. Qaranglar. Biz o'zimiz tilda buni sichqon rangi deyapmiz. Bu ham chiroyli chiqqan. Xullas 4 xilga yaqin rangi bor. 1190 dan mana shu raqamlarga qilasizlar. Dastavkasini qilib beramiz. Bu modelimiz nima? C10. Su8 72 ga 32, 6 ta 32 lik bu ham akkumulyator bilan 80-90 km yurib beradi. Ichlari bardoviy, tashqari молочный qilingan. Buni chiroyliligi juda boshqacha qilinganda. Polni yopiq akalar. Polni yopiq bu orqasi ochiq model emas. Yopiq model aka. Buni ham farqi bor. Ochiqdagi arzonroq bo'ladi, yopig'dagi boshqacha narx bo'ladi. Chunki mana yopiqligida material ko'p ishlatiladi, orqaga oyna qo'yiladi. Shunda farq qiladi. Buni ham narxini Su8 modelimizni $950 qilib beramiz. $950 dan kelib xarid qilaverasizlar. $950 dan zavoddan xarid qilyapsizlar, zavoddan. Sizlarni yutuqlaring shu, yutuqlaring Bodoni ko'rib turganlaring, Bodoga a'zo bo'lganlaring, Bodoga like bosganlaring. Ko'chadan olib sotar, magazinchada qilishyapti, reklamalar omadlarni bersin. Lekin ular bizdan olib turib sotar misol. Karvon ko'p rizqi bo'lay. Mana zavod narxi, zavodni o'zidan, zavodning xodimlari bilan narxni o'rganyapsizlar aka. Xarid qilish kerak, olib birinchi qo'ldan olib maza qilib, to'g'rimi aka? Ketdi endi. Ko'rib turganlaringdek, mana zakazga, xudo xolasa Buxoroga mana shu mahsulotlarimizni dastavka qilib chiqarib yuboryapmiz. Hozir yig'uv jarayonini ko'ryapsizlar sizlar. Ko'rib turganlaringdek, ob'yomga ham alohida e'tibor beringlar. Ham yaxshi topish bo'ladi. Ob'yomga alohida e'tibor berasizlar akalar. Skidka narxlarida sotganmiz akalar. Skidka narxlarida bunaqangi ob'yomda olish to'g'risi aka o'ylantirar, chunki narx arzon. Narxni olib turib, shu narxni olib turib foydalanishyapti akalar. Shunaqangi arzon narxni olib turib bemalol foyda qo'yib sotishyapti. Bu narxlarga sizlar ham ulgurib qolinglar degan maqsadda ko'rsatyapmiz zavodda akalar. Ketdi yana ko'rsatamiz. Tayyor mahsulotlar, stakanchiklar akalar. Hozirda savdosi juda ham uchib turgan, ko'pchilik suyib turgan stakanchik modelimiz. Stakanchikni bilmaganlarga kichik obzor qilib beraman. Tortib turdi. Oldida
stakanchi modelimiz akalar. Hozirda aytganimdek juda ham zo'r bo'lib turgan original Bododan akalar ko'rishingiz mumkin. Bitta harakat bilan 300 kilolik material bo'ladi. Bitta harakat bilan sidenali material bo'ladi. Sizlarda yuklayni, o'zlayni ham toshib yuradigan yaxshi model. Yiqqanlardan keyin ham mana. Bu paytda beqsalarning sideni orqasi joy ham qolyapti. Mana joyga ham gabarit birorta bozorliklarda qo'yishingiz mumkin. Bu yerga esa biror ikkita odam bemalol sig'adi. Shopir bilan 4 ta odam, ham 2 ta odam sig'adi. 3 ta skorostli 72 ga 32 akkumulyatorli, 72 ga katta 32 akkumulyatordan joylab beramiz. Yangi akkumulyatorlardan bemalol 90 km bu ham yurib beradi, xudo xolasa. BMW qaranglar mana. Zadniy oldiga, orqaga P parkovkalari ham bu 3 ta skorostli, Bluetooth kolonkali. Qaranglar kolonkalarni ham, oldi faralari ham chiroyli qilingan. Jitki tormozli bo'ladi akalar. Jitki tormoz, kalotka emas. Bu kalotkadan ancha qimmatroq bo'ladi akalar. Sifat ko'ringlar oldi barabanlarni. Yaqinlashtirib olib kelgan ekan. Alyumin diskali, barabanli ko'rishingiz mumkin. Red Lion modelimiz. 4 ta fara, o'zini farasi bilan 5 ta farali. Hamma bilib tushunib turgan stakanchi modelimiz. Bu modelimizni olib bemalol haydashinglar uchun ko'chada 850 sotib turishgan bitta vaqtda zavod sizlarga 770 dan qilib beradi. Olib maza qilib haydanglar akalar. Mana sizlarga zavod narxi. 770 dan zavoddan xarid qilishingiz mumkin. Ko'ryapsizlar, ob'yomimiz, shtukimiz hammaga yetadi. O'shaning uchun talashmasdan, tortishmasdan kelamiz, Bododan xarid qilamiz akalar. Zavodimizga yana bitta katta skladga keldik akalar. Kirdik, to'g'rirog'ini aytsak, 1.3 modellarimizni ko'rsatmoqchimiz. 1.3lar akalar. Hozirgi kunda standart bo'lgan, ya'ni bozor ichi qisqina yo'lakchalarga, kichik yo'lakchalarga, yengil yuklarga, gabaritli yuklarga ham ketaveradi. 300 kilogacha bo'lgan yuklarga bemalol kelib turib, 1.3larni xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin ob'yomda akalar. Modelni o'ziga ko'rib e'tibor beringlar. Sifatga alohida e'tibor beringlar. Kolonka Bluetoothli, Cobalt pultli bular ham akalar. 4 ta o'zini tumankasi bor, bitta o'zini katta farasi bor. Balon katta qilingan. Oldi balon katta qilingan va orqa balon ham 2 ga. 2 ga balonni bilgan biladi akalar. Xitoyda birinchi o'rinda turadigan motorol skuterlarga qo'yiladigan birinchi o'rinda turadigan pokrishkalar. Eng sifatlisi. Pokrishka ham bundan sifatlisi yo'q. Sayvon ham bundan keyin turadi. Ikkinchi, uchinchi o'rinda turadi sayvon. Lekin E2 Xitoy bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Motorol skuterlarga qo'yiladigan mana. 1.3larimizni ko'cha bozorda hop bu modelni adashmasam yozganimiz yo'q-a? 1.3. Nomi nima? Hop. Yozibmiz. S1.3 72 ga 32 bu ham akalar. Stakanchi bilan bir xil katta akkumulyator qo'yilgan. Bemalol 70-80 km yurib beradi bular ham akajonlar. Nagruzka bilan boshqacha yuradi. Yukingiz og'irligiga qarab. Orqasida mana spinkalari tushadi. Nima qilish uchun? Telefon bo'lyaptimi? Video ketyaptimi? Spinkalari tushadi akalar. Xo'p, ko'cha bozorda bu mahsulotimizni narxini o'rganganimizda $900,000 dan sotishyapti ekan. Biz $1000 ga 1 tonnalik material beryapmiz. Lekin buni $1000 demaymiz, 900 ham demaymiz akalar. Zavod narxini beramiz sizlarga. Zavoddan xarid qilishinglar uchun 1.3 modellarimiz 72 ga 32 akkumulyatorligini $800 dan baholaymiz akalar. 800 dan zavoddan kelib turib xarid qilaverasizlar. $800 dan. Mana qancha kerak? Kelgan ukam olib kelgan ko'rsat. Bu tomonlarda ko'rsat. 1.3 hozirgi kunda eng hadavoyi, o'shaning uchun biz ob'yomda yig'ib chiqarganmiz. Mana shu yerdan zakazlarga tayyor qilib beryapmiz. Yangi mana shu oyda akkumulyatorlarni qo'yamiz. Yoki bo'lmasam aprel, mana shu o'tgan oyda aprelda oxirida chiqqan Xitoy akkumulyator qo'yib beramiz, to'g'rimi aka? Xitoy akkumulyator bosib beramiz. Garantiyali 6 oy garantiya. 6 oy ichida akkumulyatoriz biza zavod taybi bilan tiriq aytadigan bo'lsa, yoki birorta muammo bo'ladigan, kilometr bermaydigan bo'lsa, olib kelasiz. Xuddi o'sha oy, yangi oyda akkumulyatorda shunday almashtirib beramiz. Bizda remont qilib bermaymiz akkumulyatorda. Biz yangi beramiz akalar. Mujikcha mana obzor bo'lyapti. Like bosmagan, to'g'risi o'sha gap. Shuncha vaqt ketkazyapmiz, shuncha mehnat qilyapmiz. Buni reklamani mehnati oson emas, gapirish oson deysizlar-ku. Bunga ham anchagina mehnat ketadi. Shuning uchun gap cho'zmagan holatda
$800dan bir uchlarni объем joydan, zavoddan, originalini Bododan xarid qilasizlar. Garantiyaligini akalar qaytarasizlarga. Garantiyali uncha-muncha zavod bera olmaydi O'zbekistonda. Faqatgina Bodo, Jinping original mahsulotlar sizlar uchun ishonch beriladi xolos. Ishoninglar, Xudo xolasa olib baraka topasizlar. Sizlarni pullaringdan ham Xudo xolasa biz baraka topaylik. Xarid qilmoqchi bo'lganlar pastdagi raqamlarga albatta aloqa chiqinglar. Dastavka qilib beramiz. O'zlaringa shetda bo'lsa, zavodga kelasizlar, lokatsiyani beramiz telefondan. Zavoddan kelib turib xarid qilishingiz mumkin. Bodo yo'lingiz biz bilan doimo yorqinroq.